Luqa bayon qilgan xush xabar. Birinchi bob. Hürmetlik Teofilos janoblari. Sizga ma'lumki, nurg'un kishilar Hazreti Aysoning oramizda qilgan ishlarini xotirlashga kirishgan edi. Ular xotirlashda bu ishlarni boshdan oxir o'z ko'zi bilan ko'rib, xushxabar taqatqanlarning bayonlarini asos qilgan. Men bularning hammasini boshdan tafsili tekshirib, aniqlab chiqqanligim uchun bularni tartibi bo'yicha yezib, sizga ma'lum qilishni loyiq topdim. Buningdan maqsad sizga Hazreti Ayso haqida anglgan ta'limlarning ishonchliligini bildirishdir. Herod podshoh Yahudiylar rayonlarida hukmronligini yurgizayotgan chog'larda Zakariya ismli bir ruhoniy o'tgan edi. U ilgiriki ruhoniy Abiya to'pig'i tava bo'lib, o'z navbati kelganda Yerusalimdagi markaziy ibodatxonada ishlatdi. Uning ayoli Elizabetmi tunji bosh ruhoniy Harunning avlodlaridan edi. Ular ikkilisi Xudoning nazarida durust kishilardan bo'lib, Xudoning butun amr farmonlariga qattiq amal qiladi. Ammo ular farzand ko'mgan edi. Chunki Elizabet tug'mas edi. Uning ustiga ikkilisi yashnib qolgan edi. Bir kuni Zakariya va uning qismidagi ruhoniylar markaziy ibodatxonada navbati bo'yicha ruhoniylik vazifasini ado qilyotdi. Ular har kuni odati bo'yicha ibodatxonning muqaddas joyiga kirib, Xudoning huzurida isiriq silishga bir ruhoniy tanlash uchun chak tashlaydi. U kuni chak Zakariyaga chiqdi. U muqaddas joyiga kirib, isiriq silayotganda ibodatga kelgan jamoat tashqirida duo qilishayotdi. Tuyuqsiz isiriqdonning o'ng tarafida Zakariyaga Xudo avatgan bir farishta ko'rindi. Zakariya qo'rquvdan ho'tiqib ketdi. Biroq farishta uningga: "Hey Zakariya, qo'rqmag'in. Xudo duoyingni qabul qildi. Ayoling Elizabet sana bir o'g'il tug'ib berdi. Uning ismini Yahyo qo'yg'in. U sana xushal xuramliq elib keladi. Uning dunyoga kelishi bilan nurg'un kishilar xursand bo'lishidi. U Xudoning nazarida ulug' bo'ladi. Aroq sharob ichmaydi. U onasining qo'shiqdagi vaqtdan tortibla Xudoning muqaddas ro'yiga cho'mgan bo'ladi. U nurg'un Isroillarni Rabbimiz Xudoning yo'liga qaytiradi. U Xudo tarafidan xuddi İlyas payg'ambarga ato qilingandek ruh va kuch-qudratga to'lgan holda o'zidan keyin kelgan qutqizuvchidan avval avatilib, oti bilan bolaning munosabatini yengilashdan inoqlashtirib, Xudoga bo'ysunmaydiganlarni odillarning oqilona yo'llariga qaytirib, xalqni Rabbining xizmatini qilishga tayyor qiladi, dedi. Men qerib qoldim. Ayolimning yeshimi bir yerga berib qolgan tutsa, bundoq bo'lishi mumkinmi? Men uni nimidan bilalayman? Deb so'radi Zakariya farishtadan. Farishta: "Men Xudoning huzuridagi Jabroil bo'laman. Meni Xudo sana bu xush xabarni yetkazishga avatdi. Vaqt soati kelganda so'zlarim cho'qim amalga oshirildi. Biroq buningga ishonmaganliging uchun tiling tutildi. Bola tug'ilmog'icha zuvonga kelmaysan", debla ko'zdan g'oyib bo'ldi. Bu chog'da Zakariyani kutib turganlar uning muqaddas joyda nima uchun buncha valo kechikkanligini tushunmay hayron bo'lishdi. Ko'pchilik uning muqaddas joydan chiqib, gap qila olmay, qo'llari orqali ishorat qilib maqsadini bildirganligidan uning muqaddas joyda biror g'oyibona alomatni ko'rganligini tushundi. Zakariya ibodatxonadagi navbatchilik muddati to'shishi bilanla uyiga qaytdi. Darvaqa uzun o'tmay uning ayoli Elizabet homildor bo'lib,
5 oygacha talatuzga chiqmadi. U endi Rabbim menga yaxshilik qilib, meni xaloyiq oldida nomusdan qutqizdi, dedi. Elizabet homildor bo'lib, 6 oy bo'lganda, Xudo farishta Jabroilni Jaliya o'lkasidagi Nosira degan shaharga Maryam ismli bir qizning qeshig'i avatdi. Maryam bilan Davud podshoning avlodidan bo'lgan Yusufning cheyi ishkuzilgan edi. Jabroil Maryamning oldiga berib, "Salom sana. Hey Xudoning shafqatiga muyassar bo'lgan qiz. Rabbim sana yordir", dedi. Buningdan bak tamtarab ketgan Maryam bu so'zlarning ma'nosi nimidir deb o'yladi. Jabroil uningga, "Hey Maryam, qo'rqmag'in. Sen Xudoning shafqatiga erishding. Homildor bo'lib, bir o'g'il tug'san. İsmini Ayso qo'yg'in. U ulug' bo'ladi. Ulug' Xudo uni o'g'lim deb ataydi. Parvardigor Xudo uni ajdodi podsho Davudning taxtiga o'ltirg'izdi. U Yoqubning jamiyati bo'lgan Isroillarning mangu podshoyi bo'ladi. Uning podshohligi cheksizdir", dedi. "Men texi qiz tutsam, bu qandoqmi mumkin bo'lsin?" deb so'radi Maryam farishtadan. "Xudoning muqaddas ruhi sening vujudingga tushdi. Ulug' Xudoning kuch-qudrati sana soya bo'lib yiqilishidi. Shunga sendan tug'ilgan muqaddas farzand Xudoning o'g'li deb atiladi. Tuqqaning Elizabetga qara. Kishilar uni tug'mas deydi. U hozir shuncha yoshinib qolgan bo'lsa-mu, uning o'g'ilga qo'sa ko'tiginiga 6 oy bo'lib qoldi. Chunki Xudo qilolmaydigan hech qanday ish yo'q", dedi Jabroil. "Men Xudoning xizmatiga tayyorman, deganingizdek bo'lsin", dedi Maryam. Shuning bilan Jabroil uning yenidan ketdi. Uzun o'tmay Maryam oldirash yo'lga chiqib, Yahudiya o'lkasining tog'liq rayonidagi bir shaharga bordi. U yerda Zakariyaning uyiga kirib, Elizabetga salom berdi. Elizabet Maryamning salomini anglaganda, qo'sig'idagi bo'voq sakrab ketdi. Elizabet muqaddas ruhga cho'mib, yuqori ovoz bilan mundoq dedi: "Ayollar ichida eng baxtli ayolsan. Qo'sig'indagi bo'voqmi baxtlidir. Rabbimning onasi bo'lish sifating bilan meni yo'qlab kelishingga munosib emasman. Soliming qulumga kirganda qo'sig'imdagi bo'voq suyunib sakrab ketdi. Sen Xudo menga bergan va'dasini jazman amalga oshirdi deb ishongashga naqadar baxtlisan." Maryam xush bo'lib mundoq dedi: "Qalbimdan ulug'layman Rabbimni. Qutquzuvchim Xudo qildi xursand dilimni. Yod etdi u mendek arzimas bir qulini. Avloddan avlodgacha baxtlik deb otilarman shundan beri. Chunki qodir Xudo men uchun yaratdi ulug' ishlarni. Muqaddasdir uning nomi, mehr shafqat qilar u ixlosmanlarga avloddan avlodgacha. Kuchlik qo'lini so'zib tarmar qildi, hiyla mikrli takabburlarni. Taxtidan tushirdi u kuchlik hukmdorlarni, ko'tirdi arzimaslarning qaddini. So'rg'onlarni badiiy ehtiyojlilarga quruq qo'l qaytuvdi, Xudoga ehtiyojsiz biz deb qaragan baylarni. Qilgan va'dasini esida tutib, biz Isroillarga rahim qildi. Chunki u ajdodimiz Ibrohim ham uning avlodlariga, avlodinga mangu mehr shafqat ko'stiman deb va'da qilgan edi." Maryam Elizabetning yanında 3 oydak turib, o'z uyiga qaytdi. Elizabetning oy kuni to'shib, bir o'g'il tug'di. Xudoning uningga shuncha katta mehr shafqat ko'rsatganligini anglagan qo'lim qo'shnilari va urtiqonlari uning bilan birlikda xushalliqqa cho'mdi. O vaqt tug'ilib 8 kun bo'lganda
urug' tuqqanlar kelib, balaning xatnisini qilib, uningga Zakariya deb otasining ismini qo'ymoqchi bo'lishdi. Biroq onasi, "Yo'q, ismi Yahyo bo'lsin", dedi. "Bo'lmaydi. Urug' jamoatingiz ichida bunday ismliklar yo'q-ku", deyishdi urug' tuqqanlar qarshi turib. Ondan ular balaning otasidan farzandiga nima ism qo'yishni xohlaydiganligini ishorat bilan so'rashdi. Zakariya bir parcha taqtayni akeldirib, ismi Yahyo bo'lsin deb yozdi. Ko'pchilik intayin hayron qilishdi. Dal shu chog'da Zakariya qayta zuvonga kelib, Xudoga madhiya o'qishga boshladi. Ko'pchilik Xudoning bu mo'jizasini ko'rib, ayminib ketdi. Bu xabar Yahudiya o'lkasining tog'liq rayonlariga tarqaldi. Bu ishdan xabar topquchilar, bu bala kelgusida qandoq odam bo'la deb o'ylashdi. Chunki Xudoning kuch-qudrati uningga yor edi. Ondan Yahyoning otasi Zakariya muqaddas ruhga cho'mib, Xudoning vahiysini yetkazib, mundoq dedi: "Parvardigor, ya'ni Isroillar itiqod qilib kelgan Xudoga madhiylar o'qilsin. Chunki u shafoat qilib xalqini qutqizdi. U ulug' payg'ambarlari orqali va'da qilganidek, bizni dushmanlarimizdan va yomon ko'ganlardan qutqizish uchun xizmatkori bo'lgan podsho Davudning avlodidan bir kuchlik qutqizg'uchi tiklidi. Ajdodlarimizga iltifot aylab, muqaddas ahdisini esiga oldi. U ajdodimiz Ibrohimga, "Men avlodlaringni dushmanlardan qutqizaman va ularni umr bo'yi o'z oldimda ixlosmandlik va haqqoniylik bilan dushmanlardan qo'rqmay, menga ibodat qiladigan qilaman", deb qasam bergan. Sana kesak, "Hey balam, sen mu ulug' Xudoning payg'ambari deb otilasan. Rabbimizning yo'lini tayyorlash uchun hozirlig'uchi bo'lasan. Uning xalqiga gunohlaringlar kechirim qilinib qutqizsizlar deb uqtirasan. Chunki Xudoyimiz shafqatlik va rahimdildir. U arishdan tong shapig'ini elib kelar bizga. U nurini chachar, qorong'ulik va o'lim ko'langisi ilkida yashayotganlarga. Boshla bizlarni omonlik yo'liga." Yahyo kundan kunga cho'ng bo'lib, ruhiy jihatdan yetilib qoldi. U Isroil jamoati oldida Xudoning xizmatini qilishni boshlag'ucha cho'llarda yashab keldi.